Toshkent shahrida qurolli kuchlar tarkibidagi vazirlik va idoralarning yosh harbiy xizmatchilari o'rtasida ajdodlar izidan intellektual o'yinning hududiy bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur loyiha yosh harbiylar qalbida tarixiy xotirani mustahkamlash, ajdodlar merosiga ehtirom tuyg'usini shakllantirish hamda ularning bilim va intellektual salohiyatini sinovdan o'tkazishga xizmat qildi. Qizg'in bahslarga boy o'tgan bellashuvda ishtirokchilar milliy tarix, harbiy sohaga oid bilimlar va mantiqiy savollar bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. Musobaqa nizomiga ko'ra har bir savol uchun jamoalarga 50 soniya muhokama vaqti, 10 soniya esa yozma javoblarni taqdim etish uchun ajratildi. To'g'ri javoblar rag'batlantirib, noto'g'ri va kechiktirilgan javoblar esa jarima ballari bilan baholandi. Ayniqsa muddatdan avval taqdim etilgan javoblar uchun berilgan qo'shimcha ball tizimi o'yinga keskinlik va dinamik ruh bag'ishladi. Savollar mazmunan rang-barang bo'lib, adabiyot, tarix, ma'naviyat va umumiy bilimlarni qamrab oladi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda qurolli kuchlarimiz tarkibidagi vazirlik hamda idoralarning 2026-yilgi dasturi bor. Bevosita ushbu dasturda aynan ajdodlar izidan intellektual tanlovining hududiy, vazirlik hamda respublika bosqichlarini o'tkazish ko'zda tutilgan. Intellektual o'yinni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yosh harbiy xizmatchi hamda xodimlarning ma'naviyatini yuksaltirish, intellektual salohiyatini oshirish hamda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishdan iborat. Bellashuv davomida shakllangan intellektual muhit, sog'lom raqobat va murosasiz bahslar tadbirning nufuzini yanada oshirdi. Hakamlar hay'ati tomonidan har bir chiqish xolisona baholanib, yakunda eng bilimdon, eng chaqqon va eng hamjihat jamoalar aniqlab olindi. Yakuniy natijalar quyidagicha: Bojxona qo'mitasi Bojxona instituti jamoasi 3-o'rin, 2-o'ringa Mudofaa vazirligining Temuriylar jamoasi munosib ko'rilgan bo'lsa, faxrli 1-o'rinni Ichki ishlar vazirligi akademiyasining yuristlar jamoasi qo'lga kiritdi. Bugun Zakovat arenada huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida ajdodlar izidan intellektual o'yinning Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Unda bir nechta jamoalar qatnashib, murosasiz bo'lgan bahsda Ichki ishlar vazirligi akademiyasining yuristlar jamoasi faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'l oldi. Respublika bosqichida ham g'oliblikni qo'lga kiritishga va'da beramiz. G'olib va sovrindorlar munosib ravishda diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Endilikda ular musobaqaning keyingi bosqichda o'z yurishini davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasiga